Bugungi kunda mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish va iqtisodiy faollikni kuchaytirish yo'lida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Belgilangan vazifalar hududlarda qanchalik samarali bajarilyapti? O'zgarishlar aholi turmushida aks etyaptimi degan savollar har doim dolzarb. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarning ijro holati bo'yicha ishchi guruh tuzib, respublikamizning barcha hududlarida o'rganishlar, maqsadli monitoring ishlarini olib bormoqda. O'rganilgan ma'lumotlar, aniqlangan muammoli holatlar mutasaddilar ishtirokida doimiy tahlil etilyapti. Partiya markaziy kengashida kechgan navbatdagi jamoatchilik eshituvida ham Farg'ona, Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlaridagi o'rganishlar natijalari tahlil qilindi. O'rganishlarimizda shu narsalar aniqlandiki, joylarda haqiqatdan ko'p ishlar qilinyapti, lekin hali yechilmagan muammolar borligini, ayniqsa birgina mehnat yarmarkalarini oladigan bo'lsak, mehnat yarmarkalari ko'p joylarda umumiy markazlarda o'tkazilyapti, lekin mana bugun yig'ilishlarimizda ham aynan shu o'rganishlarimiz yakunlari bo'yicha ham shu narsa xulosaga kelyapmizki, iloji bo'ladigan bo'lsa buni aniq yo'naltirilgan va partiyamizni dasturiy maqsadlarida aniq qilib olingan. Biz ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan, nogironlarni, ayollarni qo'llab-quvvatlaydigan siyosiy partiya sifatida biz siyosiy maydonda amalga oshiryapmiz ishlarimiz. Demak, mana shu sohaga ham ko'proq e'tibor qaratilsa va mehnat yarmarkalarini iloji bo'ladigan bo'lsa chekkaroq hududlarda ham tashkil etilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi degan aniq takliflar bildirildi. Yig'ilishda bandlik dasturlari tasdiqlanib, ijrosi bo'yicha tizimli ishlar olib borilayotgani Xalq Demokratik partiyasining ustuvor dasturiy maqsadlariga mos kelishi qayd etildi. Lekin shu bilan birga aholi vakillari va mas'ul idoralar bilan o'tkazilgan muloqotlarda ayrim muammo hamda kamchiliklar ko'zga tashlanayotgani ta'kidlandi. Xususan, hududlardagi mahalliy va xorijiy ish beruvchilarning talabi shakllantirilmagani, ya'ni kasbga o'qitish markazlarida ish beruvchi taklif qilayotgan ish o'rinlariga mos mutaxassislar tayyorlanmayotgani qayd etildi. Bugun dunyoda so'l g'oyalar, so'l qarash va partiyalarning o'rni, kerak bo'lsa ularning bugungi kundagi ta'siri kundan kunga ortib bormoqda. So'l g'oya va qarashlar deganda jamiyatimizning barcha a'zolarini ijtimoiy himoyalash, ularga teng huquq va shart-sharoitlar yaratish nazarda tutiladi. Ushbu yo'nalishda O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi qat'iy pozitsiyaga ega. O'rganishlarda guvohi bo'ldikki, misol uchun bugungi kundagi zamonaviy kasb-hunarga o'qitish kurslarining o'quv dasturlaridagi bugungi kundagi belgilangan muddatlarini bugungi kundagi asosliligi, qaysidir bir sohalarda yoki jabhalarda ularning muddatlarini uzaytirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. O'quv dasturlari uchun o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqilmaganligiga ham guvoh bo'lingan. Vaholanki bugungi kunda talab yuqori bo'lgan kasblar bizni mamlakatimizga kirib keldi. Quyosh panellarini ta'minlash masalasi, elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish masalasi, qolaversa SMM yo'nalishlarida ham kadrlarga bo'lgan talab ehtiyoji yuqoriligicha qolmoqda. Jamoatchilik eshituvida bandlik bilan bog'liq yana bir qator masalalar ko'tarildi. Eshituvda ko'tarilgan masalalar, bildirilgan fikrlar asosida mutasaddi tashkilotlarga tegishli takliflar yuborilishi qayd etildi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi faollari tomonidan o'rganishlar davom etishi, boshqa hududlar bo'yicha ham muntazam ravishda jamoatchilik eshituvi tashkil qilinishi bildirildi.